Assalomu alaykum hammaga, hurmatli vatandoshlar va obunachilarim, sog' omonmisizlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda mamnunman. Bugun mana Davlat soliq inspeksiyasidan kontentimiz bor, qisqacha o'sha kontentimizni tomosha qilingizlar, marhamat. Nima deysiz? Musayev Umid Jumayevich sizmi? Men xonamga o'tay. Savollarimga javob bermaysiz, to'g'rimi? Yuqori turuvchi tashkilotingiz bilan gaplashdik. Tushunaymi? Yo, siz nima savol bermoqchisiz savol? Shu, mana fuqaro sifatida murojaat keldim yoningizga. Mayli, murojaatingizni qiling, murojaatingizni vakolat doirasida o'rganib chiqamiz. Bo'pti. Qarang. Meni ruxsatimsiz. Yo, mayli, u Meni ruxsatimsiz siz meni videoga olishga shoshmang. Men birinchi rahbarimni ogohlantirayin. Mayli, bemalol. Chaqiring. Rahbaringizni ham. Yo, siz buni o'chiring hozir. Yo, iloji yo'q aka. Men o'zimda xavfsizligim yo'q. Yo, siz xavfsizligingiz bo'lsa, meni videoga olishga sizda haqqingiz yo'q. Men fuqaro sifatida sizni Xo'p, men sizmisiz? Mana bu Xo'p. Musayev Umid sizmisiz? Qani, bir ko'rsam bo'ladimi? Bo'ldi, rahbaringizni chaqiring. Hozir. Nimaga siz bizga bunaqa muomalada bo'lyapsiz? Ay, biz borligi uchunmi? Aytinglar, nima masala edi bu? Nima masala? Nima ichki xavfsizlik boshqa idoralarga telefon qilyapsiz sabab? Yo, bizda Nima qaramaysan, dejurga so'ramay ketasan. Shu qarab. So'ramasdan kirdimmi? Men o'zim so'raganman. Yo, men sizni xonangizga kirmadim-ku, bular chiqdi-ku men. Mayli, o'chiring kamerani, chiqing. Jasur aka, yaxshimisiz? Yo, bu yerdan chiqam, unda xodimimizni chiqarib bering. Nari chiqadi, xonasi tushadi. Xonasi tushadi. Nimaga olib chiqdilar siz oldingizga unda? Xonasiga tushadi, oling kameringizni dedi. Jasur aka, Javob bermaysiz savollarimizga, shundaymi? Savollarimizga javob bermaysizlar, shundaymi? Men blogerman deb. Hali blogerman degan gap bo'lmadi. Kamerangizni ichki xavfsizlik ko'taradi. Ijtimoiy tarmoqda blogerman deb o'zingiz tanishtirdim. Men hali sizga o'zim tanishtirmadim. Men fuqaroman dedim. Murojaatim yuzasidan keldim dedim. Aytsam bo'ladimi? Yuqori turuvchi tashkilotimga rahbarimni ogohlantiryapman. Mayli, bemalol. Men o'zimning shaxsiy masalam yuzasidan kelyapman. Sizning haqqingiz yo'qmi? Bering, nima masalangiz, berib ko'ray. Okey. Yo, mayli, o'zini chiqarib bering unda. Ularni o'zi hozir siz oldingizga olib keldi. Men siz oldingizga kelganman bu masala. Men xodimimda bu. Ogohlantirganman sizni. Aka, mana shu yerda shunaqa masala qilyapti xodimingiz. Qarang, qarzdorligi bor bu joyda deganman. Nima uchun qarzdorligi yo'q deb javob beradi? Kimga yo'q bering. Bilmayapmiz-da hozir. Bu yozma ravishda bering, yozma ravishda javobni beradi. Sattarov Furqat bularni qudasi. Sattarov Zahriddin kuyovlari. Normamatova Muxlisa opalarining qizi. Hozirgi kunda bizda nizo bo'lib, sud jarayoni ketayotgan joyga bular shaxsiy manfaatdorlik yo'li bilan qarzdorligi yo'q deb javob berganlar. Opa, hozir men ichki xavfsizlik bo'limimiz bilan gaplashtirdim. Sizga to'liq ma'lumot aytayin. Birinchidan, agar meni ruxsatimsiz videoga olib, meni ruxsatimsiz ijtimoiy tarmoqqa qo'yadigan bo'lsangiz bu narsani, sizni ustingizdan tegishli organga murojaat qilamiz. Hozir ichki xavfsizlik bo'limimizda Sizga kim qarindoshchilik yuzasidan shaxsiy manfaatdorlik qiladi? Qarindoshchilik meni qarindoshim bo'lsa, qarindoshchilik uyda bo'ladi. Bu davlatning idorasi. Qarzdorligi yo'q. To'g'rimi? Qarzdorligini tegishli bo'limlar bor. Bo'limlardan kirib surishtiring. Qarzdorligi bo'lsa to'lasin, bo'lmasa yo'qligini isbotlab beradi. Uni meni nima aloqam bor bunga? Siz javob bergansiz bu xatga. Ha, men rahbar sifatida javob berganman. Tekshirmaganmiz. O'rganmaganmiz. Qarzdorligi bormi, yo'qmi?
Savolimga qisqa javob bering. Rahbarsiz, to'g'rimi? Qarzdorligini ko'rib beradigan bo'limlar bor, Yo'q, qarzdorlik. siz bor, baribir yo'q, yo'q. sizni imzoingiz bilan chiqyapti-ku elektron Qarang, pochtangiz bilan. mana yerda mana Yo'q, bu qarzdorlik mana qo'llarda turibdi. Bir minutga berib turasiz. Yo'q, bu menga tegishli. Boshliq. Qarzdorligi yo'qlik to'g'risida Fayzlayev Shohruh degan yigit o'rganib chiqib, xulosa kiritadi. Bo'ldi, shu yuzasidan gaplashmoqchimiz, nima qilasiz? Rahbaringizni oldiga olib Men keling. rahbarni ogohlantirishga majburman men. Xo'p, siz o'zingiz javob berishingiz kerak-ku. Nimaga men javob beraman sizga? Siz opangizning qizi bo'lganligi uchun shunaqa javob beryapsizmi? Opamni qizi bo'lsa, u qarindosh urug'chilik, u uyda bo'ladi. Bu davlatning idorasi bu. Sizda aloqangiz yo'q. Xurshid, videoga tushirayotganligini mana bitta syomkaga hozir ichki xavfsizlik bo'limidan topshiriq bo'ldi. Mayli, kameralaringizni olishingiz mumkin, bemalol. Noqonuniy. Bemalol. Mana bizda rahbar xonasida noqonuniy tasvirga tushirayotgan. Rahbaringizni xonasiga siz olib chiqib keldingiz-ku. Men rahbarimni men sizni olib chiqib kelmadim. Men Ha, rahbarimni yuring, ogohlantirgan. syomkamizda turibdi. Men rahbarimni ogohlantirishga majburman. Bu mening majburiyatim. Rahbarni xonasida gaplashamizmi? Rahbarimiz tushadimi deb sizga savol berdim. Men rahbar tushadi, men rahbarga topshiriq bera olmayman men. Bo'lmadi, nimaga? tushadi. Ha, Men bo'pti, chiqib mayli. ogohlantirish meni vazifam. Nimaga olib Men chiqib rahbarni keldingiz unda? Men sizni olib chiqmadim. Unda yuring, tushing, xonangizda gaplashing. Yuring. Mayli, siz bilan Yuring. gaplashing. Yuring. Meni videoga men ham gapiraman. Meni hozirgi kunda mana davlat idorasiga kelib, shaxsiy manfaatlarimni ustun qo'yib, men noqonuniy videoga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashtirmoqchi bo'lyapti. Shu bo'yicha tegishli organlar chora ko'rish bo'yicha ko'rishingizni so'raymiz. Bu kishini Aka, siz ham ism familiyangizni aytib yuboring. Kimsiz? Elmurod Qurshitman. Yo, baqirib ayting men. Kim? Elmurod Qurshitman. Bu yerda nima vazifada ishlaysiz? Navbatchi administrator. Rahmat. Bo'ldi, yuring xonangizga. shu. Yo'q, yuring. Shu. Yo'q, yuring. Siz menga topshiriq berasiz. Men sizni kutib tura olmayman, yuring. Rahbarim bor, topshiriq beradigan. Yo'q, mayli, bo'pti, yuring. Yur. Yuring. Ya men bilan nima gaplashmoqchisiz? Bo'pti, mayli, yuring, xonangizda gaplashamiz. Siz rahbarni aralashtirmayman dedingiz, bir aralashtiraman dedingiz. Tushunmayapman-da. Turasiz, mayli videoga olasizmi, boshqa qilasizmi? Shu kutib turasiz, men rahbarimni Yo'q, meni vaqtim bilan gaplashib olaman keyin. Yo'q, nimaga siz shaxsiy o'zingizni javob bergan xatingizni rahbar bilan muhokama qilishingiz kerak? Rahbar sifatida bu xatni men javob bermaganman. Men rahbar sifatida qo'l qo'yib berganman. O'rganib chiqmaganmisiz? O'rganadigan xodim bor, Fayzlayev Shohruh. Yo'q, mayli, siz xo'p shuni nazorat qilasizmi? O'rganganligi qonun doirasida to'g'ri, noto'g'ri ekanligi bo'yicha? Bo'ldi. O'rganganmisiz? O'rganib imzo qo'yganmisiz? Nimaga baqir-chaqir qilyapsiz? Tushunmadim men sizni. Yo'q, mayli, muomala qilib gaplashing. O'zingiz rahbaringizni xonasiga olib keldingiz. Siz nima desangiz, hozir men nimaga savolingizga javob berishim kerak? Shuni yo siz meni eshiting, yo men sizni eshitay, gapiring. gapiring. Siz gapirdingiz, men sizni gapingizga bo'ysunib chiqib kelganimmi aybim? Siz menga bo'ysunmang. Yo'q, men Siz fuqarosiz. men madaniyat Siz o'zingizni xohishingiz bo'yicha madaniyat yuzasidan, tartib intizom, qoida yuzasidan siz rahbarning xonasiga taklif qildingiz, men xo'p deb chiqib keldim. Xo'p. Nimaga jahl qilyapsiz? Nimaga jahl qilyapsiz? Nimaga o'zingizni yomon tutyapsiz? O'zingizda misol uchun. Yo'q, mana siz mana shu odammisiz? Uchun meni aralashtiring. Yo'q, siz mana shu odammisiz? Musayev Umidmisiz? Choriyevichmisiz? Yo'q. Ha? Choriyevich emasmi? Jumayevich, uzr. Xo'p. Jumayevichmisiz? Bo'ldi, yuring xonangizda gaplashaylik. Rahbaringiz vaqtlari yo'q-ku, aka, baribir. Yo'q, mayli, keyin gaplashasiz-da, maylimi? Mayli, yuring. Yuring. Muomala qilib gaplashsa bo'ladi-ku, aka. Jahlga berilib baqir-chaqir yarashmaydi-ku davlat odamiga, aka. Sizga baqir-chaqir qilmayapman. Siz o'zingiz baqir-chaqir qilib tashlayapsiz. Tushunmayapman xatti-harakatlaringizga. Hozir baqir-chaqir qilganimiz yo'q. Baqir-chaqir qo'l bilan urushni amalga oshirilmaydi. Hamma narsa elektron tarzda yuritiladi bizning dasturlarimizda. Endi Normamat va Muxlisa, meni bu jiyanim, opamning qizi. Xo'sh, sizga nima ma'lumotni berayin? Ayting. E'tirof to'g'risida Sattarov Furqat Erkinovich qudayingizni qarzdorligi yo'qmi? E'tirof haqida emas, men soliq qarzi bo'yicha sizga ma'lumot beraman. Siz e'tirofga imzo chiqazib bergansiz, qarzdorligi yo'q. Xo'p, qarzdorlik yo'qligi uchun shu narsa chiqadi. 2025-yil. Siz savol berdingiz, Umid aka, oydinlik kiritaylik. Bu joyda qudachiligingizni, umuman aloqasi yo'q, quda emasman ular bilan. Opangizning qizi ekanligini, Normamatova Muxlisa opangizning qizi ekanligini, yo jiyaningiz ekanligini tan olasizmi yo'q?
Bu meni jiyanim, Opasi qizi. lekin Sattor Furqatni hech qanday Shuni qarindoshi- qaynotasiligini tanimaysiz. Demak, siz qaynotasini bilishim mumkin. Shu Sattor Lekin Furqat qaynotasimi? qaynotasi bo'lsa, menga qarindoshchiligi yo'q ular. lekin opangiz qarindoshchiligi bormi? Opangiz sizga yaqin Opam qarindosh men hisoblanadi. bilan yaqin qarindoshim, Ha. opamni qudasi men bilan qarindosh emas. Demak, jiyaningizni tan olasiz. Normamatova Muxlisa Xo'p. Odil qizi sizni jiyaningiz, to'g'ri? Xo'p, Muxlisani nima aloqasi bor bu soliqni Chunki to'lanishiga? bu joyda Muxlisa yashayapti-da, Umid aka. Uni o'zlarini o'sha oila a'zolarini o'zini Siz tanlovi. e'tirofga kiritib berayotgan joyga ariqlar, ko'chalar, himoya zonalari ajratilmagan-da, aka. Qayerga? O'sha mana siz e'tirofga qarzdorlik yo'q. U savolingizga kadastrdan javob olasiz. Bo'ldi, bu savolimiz ochiq qoldi. Bo'ldi. Qisqa qilaylik. Bu joyga hozir 6/30 desatga siz umuman qarzdorligi yo'q deyapsiz. Sir bo'lmasa agar 6/30 desatlik Sattor Furqatga tegishlimi? Bu yerga bizni bazamizda 6 sotiq degan joyni o'zi yo'q. 12 sotig'i 30 desatlik bo'lyapti. Shuni ham, to'xtang. Barchasi Sattor Furqatga tegishlimi? Barchasi bizni kadastr bergan ma'lumotga asosan hammasi Sattor Furqatga tegishli. 6/30 Sattor Furqatga sotilgan. U sotilgan, sotilmaganini u narsalarni biz bilmaymiz. Yo'q, xo'p, biz mana kadastr kiritib bergan dasturdagi ma'lumotga asosan soliq hisoblanadi. qarang, O'sha soliq qarzini bo'pti, siz soliq bo'yicha tekshirgansiz-ku. Sattor Furqatga men tekshirmaganman. Kim tekshirgan? Men tekshirmaganman. Mana shu so'zingizga izoh. Menda fuqaroni borib tomorqa joyini o'lchash, tekshirish degan vakolat yo'q. Yo'q, qarzdorlik yuzasidan gapiryapman. Menga qarzdorligi yo'q hozir soliqlarni. Qarang, Sattor Furqat Erkinovichga mulk o'tishdan oldin kimga o'tgan? Uni ham qarzdorliklari Uni bilmayman. Ular shaxsiy ishiga men aralashmayman ham, shaxsiy ishidan uni kadastrdan savolingizga javob olasiz. Kadastrdan, ha? Kadastr chunki yerni o'lchab beruvchi hamma Yana savolim, necha yillik qarzdorligini ko'targansiz o'sha xatlov yuzasi bo'yicha? Nizomingizda necha yillik ko'tariladi? Bizda soliq qonunchiligi bo'yicha oxirgi ko'rib chiqish muddati 3 yil. 3 yil, ha? Sizga tushirganligingiz uchun men tegishli joyga murojaat qilaman. Tegishli joyga murojaat qilaman. Agar tegishli shu vakolatli organ mana shu video syomkalarda so'ragan taqdirda aytingiz, bitta gapiring. Eshiting. Sizni men eshitdim, to'g'rimi? Men sizni noqonuniy syomkaga tushirganligingiz bo'yicha, videoga olganligingiz bo'yicha tegishli joyga murojaat qilaman. Agar mana shu hozir oramizda bo'layotgan video syomkalarni o'shalar tegishli organ so'raydigan bo'lsa, men mana shu video syomkalarni o'sha tegishli organga taqdim qilaman. Endi meni eshitasizmi? Maylimi? Meni eshitasizmi? Maylimi? Bo'ldi, gapirib bo'ldingizmi? Savol Xo'pmi? beryapman. Siz savolimga javob Men bering. sizga rozilik bildirmayman, siz rozilik bildirmadingiz-ku menga. Bo'ldi, bu o'zingizning masalangiz. Mana yer egasini shaxsini aniqlaganmisiz? Shaxsni aniqlovchi tashkilot ichki ishlar aniqlaydi. Biz yer fuqarolarning shaxsini aniqlovchi tashkilot emasmiz. Yer maydonini to'g'ri ekanligini solishtirganmisiz? Yer maydoni to'g'ri ekanligi bo'yicha kadastr idorasiga murojaat qilasiz. Soliq qarzdorligi yo'qligini tekshirganmisiz? Tekshirganman. Qanaqa chiqqan? Soliq qarzi yo'q hozir. Yer toifasi va foydalanish maqsadini o'rganganmisiz? U vakolat kadastr agentligida.